Ota-onani e'zozlagan bola, ayniqsa onani ko'ngliga qaragan, onaning duosiga musharraf bo'lgan bola hech qachon xor bo'lmaydi, hech qachon zor bo'lmaydi, birovga muhtoj bo'lib qolmaydi. Ana payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam al jannatu tahta aqdami ummahatikum deb marhamat qildilar. Jannat onalaringizning oyog'ining ostidadir. Mana shu hadisi sharifni uni ma'naviy ma'nosi juda ham keng. Har qanaqa yaxshilik degan narsani, har qanaqa ehtiromni onalarimizga qilsak, u ham kam. Bir ustoz bor ekanlar, shogirdlariga dars o'tar ekanlar, har zamon ularni imtihon qilib turar ekanlar. Jannat onalarning oyog'ining ostidadir degan hadisni o'tgan ekanlar. Bir kun aytibdilar